Salom. Bugun bizda o'lcham, ovoz sifati va quvvat haqidagi stereotiplarni buzuvchi kuchaytirgichlar sharhi. Agar baland ovozli frontni kuchaytirmoqchi yoki kuchli tizim qurmoqchi bo'lsangiz, bu ayni muddao. Kutib oling yangilangan klassdagi DAZE liniyasi. Ketdik. Xullas, janoblar, butlovchi qismlar bizda quyidagicha ko'rinishga ega. Rossiyadagi barcha servis markazlari ko'rsatilgan kafolat taloni. Foydalanish bo'yicha qo'llanma. Shuningdek, e'tibor bering, bu yerda bir kanalli monobloklarni hisobga olmaganda, DAZE liniyasidagi barcha kuchaytirgich modellari sanab o'tilgan. Ularni yaqin orada kutmoqdamiz. Ushbu qo'llanma odatdagidek keng qamrovli hamda to'liq ma'lumotlarga ega. Shuningdek, e'tibor bering, bu yerda barcha saqlagichlarning nominallari aniq tanlab bo'lingan. O'zingizdan bir narsalar o'ylab topishga hojat yo'q. Ya'ni biz hammasini jadvalda aniq ko'rib turibmiz. Break-TMS, butun 5, 480 va 400 modellari uchun bizga 60 amperlik saqlagich kerak. 430 modeli uchun esa 80 amper va hokazo. 350 va 400 kuchaytirgichlari uchun saqlagich nominallari 180 va 200 amper. Break-TMS butun 5 shuni hisobga olingki, 400 va 350 kuchaytirgichlarning korpusiga saqlagich o'rnatilmagan. Break-TMS butun 5 kuchaytirgichning o'zi shunday aktiv brendli oramiga o'ralgan. Break-TMS butun 5 shuningdek, to'plamda bizda gilos ta'mli DAZE seriyasi xushbo'ylantirgich ham bor. Break-TMS butun 5 bunday zip paketda yuqori darajali ulanish uchun kolotka bor. 200 kuchaytirgichi uchun 40 amperlik saqlagichlar, 3 ta 6 qirrali kalit va kuchaytirgichni mahkamlash uchun burama mixlar mavjud. Break-TMS butun 5 shuningdek, barcha seriyali kuchaytirgichlar bilan birga yoqish indikatsiyasiga ega masofaviy boshqarish pulti ham keladi. Break-TMS butun 5 2 va 4 kanalli kuchaytirgichlarda ushbu pult basbusni sozlash uchun javob beradi. Break-TMS butun 5 bu aynan gain emas, balki aynan basbusni sozlash uchun mo'ljallangan. E'tibor bering, aynan 4 kanalli modellarda u 3 va 4 kanaldagi basbusni sozlash uchun javob beradi. Monobloklarda esa bu odatdagidek gainni boshqarishdir. Bizda shunday zamonaviy quticha bor. Unda model belgisi, DAZE seriyasi liniyasi va tortni ko'ramiz. Bu kuchaytirgichlarning 4-versiyasi, 4-iteratsiyasini anglatadi. Va bevosita gozalning o'zi. Qarang, u yorug'likda qanday tovlanadi, shunchaki san'at asari. Bu silliqlangan alyuminiyni nima deb atashlarini aniq bilmayman. Break-TMS butun 5 izohlarda yozing buni nima deb atashlarini, lekin qolda xuddi premiumdek seziladi. Ya'ni u og'irroq ushlaganda juda ajoyib. Bilmadim, shunchaki haqiqiy zavq. Break-TMS butun 5 shuningdek, u soxta panelga qanday mahkamlanishiga ham e'tibor bering. Ya'ni bu qo'qqoq 6 qirrali kalit bilan burab olinadigan burama mixlar yordamida mahkamlanadi. To'plamda kelgan va biz soxta panelga yoki sabufer korpusiga samoriz bilan mahkamlash uchun teshikni ko'ramiz. Agar kuchaytirgichlar qutisiga diqqat bilan qarasak, bu bizda 4-versiya ekanligini ko'ramiz. DX kuchaytirgichlari 1-yil ishlab chiqarilayotgani yo'q. Bu 4-avlod. Ular bo'yicha ulkan statistika bor. Bozorda o'zini a'lo darajada ko'rsatgan desak, hech narsa demagan bo'lamiz. Ushbu liniya juda ko'p modellarga ega. Ular faqat ko'payib boradi. Ammo bugun biz aynan yangiliklar haqida gaplashamiz. Bular 3 ta kuchaytirgich, 2 kanalli 200 lik va 2 ta 4 kanalli 4 marta 350 vatli, 4 marta 400 vatli. Avval aytganimdek, ilgari DX liniyasi sifatida tanilgan DAZE liniyasi. Bu raqamli sxema texnika va 2 tomonlama FR4 bosma platasiga qurilgan klassdagi o'ta ixcham kuchaytirgichlar liniyasidir. Korpus alyuminiy qochmasidan tayyorlangan. U bir vaqtning o'zida ham sovutish uchun radiator, ham mexanik shikastlanishdan himoya hisoblanadi. Yigilishi mustahkam, hech qayeri taqillamaydi. Quvvat xususiyatlarini hisobga olsak, o'lchamlari o'ta ixcham. 2 kanalli haqida gapiradigan bo'lsak, o'rindiq ostiga, bardachokka yoki hatto priborlar paneli ortiga muammosiz tushadi. Korpusning chetlarida tilla rangli quvvat terminallari, shuningdek, tilla rangli akustik terminallar joylashgan.
Ikki kanalli modelda korroziyadan himoya va saqlagichlar bor. E'tibor bering, Tort 350 va Tort 400 modellarida o'rnatilgan saqlagichlar yo'q, o'ylaymanki, buning sababi hammaga tushunarli, agar to'satdan tushunarsiz bo'lsa. U holda bunday kichkintoylar korpusiga 200 amperli saqlagichlarni joylashtirishga harakat qilib ko'ring. Bu eng oson vazifa emas. O'ylaymanki, ko'pchilik men bilan rozi bo'ladi. Boshqa tomonda yuqori darajali kirishlar joylashgan, shuningdek, kuchaytirgichda. Yuqori daraja mavjud bo'lganda avtomatik yoqilish funksiyasi bor. Ya'ni dinamiklardan unga signal kelganda u avtomatik ravishda yonadi. Bu o'rnatishda juda qulay, chunki butun salon bo'ylab remote signalini qayerdan olishni qidirish shart emas. Shuningdek, bu yerda gain balandligini sozlash, bass boostni sozlash, past va yuqori chastotali filtrlar mavjud bo'lib, ularni aytgancha bir vaqtning o'zida ishlatish mumkin. Bu sizda protsessorli magnitola bo'lmaganda juda qulay va siz o'rta chastotali dinamikni yoki masalan midbassni sozlaysiz. React emas, butun 5 si, shuningdek, bu yerda yoqish indikatorlari, himoya indikatori va klip indikatori hamda masofadan boshqarish pultini ulash uchun mo'ljallangan kirish joylashgan. Endi qurilmaning quvvat xususiyatlari haqida gaplashamiz. React emas, butun 5 si, Tort 100 ga Tort modeli Tort omda ulanganda har bir kanalga Tort 100 wattdan React emas, butun 5 si va Koprik rejimida 2 omda ulanganda har bir kanalga 600 wattdan quvvat beradi. U ko'prikka 1200 watt beradi. Ya'ni tasavvur qiling, bu mitti qurilma 2,5 kilovat quvvat bera oladi. Tort.350 modeli mos ravishda Tort omda 350 watt, 2 omda 500 watt React emas, butun 5 si va ko'prikli ulanishda 1000 watt quvvatiga ega. 2 kanalli model esa Tort omda har bir kanalga 100 wattdan va 2 omda ulanishda 150 wattdan beradi. Koprik rejimida 300. Shuningdek, ular 2 ohmli yuklamada bemalol ishlashiga e'tibor bering. Ularga hech qanday zarar yetmaydi, qizib ketmaydi va himoya rejimiga o'tmaydi. React emas, butun 5 si, lekin har qanday kuchli raqamli qurilma kabi ular quvvatga juda talabchan. Shuning uchun yaxshi simlardan aslo tejamang. Qisqa tutashuvni oldini olish uchun ulanishlar zichligiga ham alohida e'tibor bering. Xullas, avval aytganimdek, kuchaytirgichlar bo'yicha bizda ulkan statistika to'plangan. Masalan, studiyamizda ham Tortga 200 turibdi va subwooferlar tebranayotgan barcha videolar u orqali olingan. Ya'ni hatto 3,5 kilovatli chempionni ham aynan u tebratgan. Aytgancha, u on 2 Hzda ishlaydi. Va men bu yerda yirik planlarni olayotganimda u ancha uzoq vaqt ishlaydi. Ya'ni u bu rejimda 1 soat ishlashi mumkin. U qiziydimi? Yo'q. Subwooferlarning galtaklari allaqachon hidlana boshlaydi, chunki ular muntazam ravishda taqillaguncha ishlaydi. Kuchaytirgichga esa umuman farqi yo'q. Mening mashinam mashhur nemis brendlarida egilgan loyihasi va topinchi, subwoofer va midbasslarda qaysi kuchaytirgich ishlayapti? Tortga 200. Quvvati dahshat. Bu yerda uzoq gapirish mumkin, lekin xulosa qilish vaqti keldi. Daze kuchaytirgichlari yukxonadagi joyni, baland va sifatli ovozni qadrlaydiganlar tanlovidir. Qo'llash variantlari cheksiz. Siqil loyihasida ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Standart tizimni yaxshilasa bo'ladimi? Bo'ladi. Spil loyihalarida ishlatsa bo'ladimi? Bemalol. Aytgancha, hozir esimga tushdi. Ko'pchilik uni kater va yaxtalarga o'rnatish uchun ham sotib oladi. Xullas, ixcham, kuchli va munosib narxda. Siz bilan Pavel va Atir kompaniyasi bo'ldi. Tomosha qilganingiz uchun barchaga rahmat. Albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.